O'qituvchilik bu fidoyilik, lekin doimiy charchoq va kam oylik degani emas. Tasavvur qiling, siz maktabda tong otgandan oqshomgacha ishlamaysiz va lekin oylik maoshingizga 70% ustamani qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu uchun siz har kuni atiga 1 soat bor e'tiboringizni qaratgan holda o'qish orqali daromadingizni 2 baravarga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Buni qanday qilaman deysizmi? Bugun men sizga mana shuning yo'lini ko'rsatmoqchiman. Bugungi darsimizning asosiy mavzusi kuniga atiga 1 soat shug'ullanib 70% ustamaga chiqish. Ya'ni o'qituvchilar uchun zamonaviy daromad strategiyasi. Men Dilafruz Fayzullayevna, ona tili adabiyot fani ustozi, ta'lim sohasida salkam 30 yillik, aniqrog'i 27 yillik tajribaga egaman. Bu shunchaki raqamlar emas, bu minglab soatlar va tinimsiz mehnat, izlanishlar natijasi desam ham bo'ladi. Men o'z yo'limni oddiy o'qituvchilikdan boshlab oliy toifali o'qituvchi darajasiga yetdim. Faoliyatim davomida faqat auditoriyada dars berish bilan cheklanib qolmasdan, DTM hozirgi bilimni baholash agentligida ekspert testolog darajasida ishlaganman. Bu degani men bu sohani nafaqat tashqaridan, balki ichkaridan ham juda yaxshi bilaman degani. Ya'ni men test yechish texnikasi, test qayerlardan tuziladi, ustozlarning eng qiynagan joylari qayerdan, eng muhimi qanday qilib bu sohada eng yuqori natija qilish mumkinligini juda yaxshi bilaman. Shu yillar davomida 20 mingdan ortiq shogirdlar chiqargan bo'lsam, ularning 10 mingdan ortig'i xuddi siz kabi o'qituvchilar, ya'ni hamkasblarim hisoblanadi. Eng quvonarlisi, men uchun eng quvonarli, faxrlanib aytadigan joyim shundaki, o'sha 10 mingdan ortiq ustozlarning 90% dan ortig'i allaqachon attestatsiyadan yuqori natijani qo'lga kiritib, oylik maoshlariga 70% ustamani qo'lga kiritishyapti. Men bu yo'lni nazariya emas, 27 yillik qattiq amaliyotda bosib o'tganman va shu yillar davomida yig'gan tajribalarimni, aniq metodikalarimni bugun sizga berishga tayyorman. Bilasizmi? Men nega aynan o'qituvchilarni tanlaganman? Chunki mening hayotiy missiyam, bu yo'ldagi oliy maqsadim o'zbek o'qituvchisining yana jamiyatning eng qadrli insoniga aylantirish. To'g'ri, bu gaplarim sizlar uchun balandparvozdek tuyulishi mumkin, lekin biz o'quvchi bo'lgan paytdagi o'qituvchilarning mavqei, qadri, darajasi bilan orada ba'zi bir sabablar, ya'ni biz bilib bilmaydigan sabablar tufayli xohlaymizmi yo'qmi, tan olamizmi yo'qmi, o'qituvchilarning jamiyatdagi o'rni juda pastga tushib ketdi. Mening maqsadim o'qituvchilarni jamiyatning eng oldi qatlamiga, ya'ni eng yuqori darajasida ko'tarish. Bu mening eng oliy missiyam hisoblanadi. Men ko'p yillar oldin bir oddiy haqiqatni anglab yetganman-da. Ya'ni qachonki o'qituvchi bilimli, boy, qadrli bo'lsa, shundagina ta'lim o'zgaradi, millat yuksaladi. O'qituvchi moddiy yetishmovchilikdan boshi chiqmay, faqat qog'ozbozliklar bilan o'rlashib qolish kerak emas. Mening maqsadim sizni o'z faningizning eng zo'ri bo'lish, eng yuqori darajaga chiqarish orqali moliyaviy erkinlikka olib chiqish. Men o'qituvchi boy bo'lishni xohlayman. Chunki qorni to'q, ko'ngli xotirjam ustozgina bor e'tiborni sifatli ta'limga qaratadi. Ya'ni boshqa narsalarga chalg'imaydi. Shu maqsad yo'lida 10 mingdan ortiq ustozlarga ta'lim berib, ularning 90% dan ortig'i hozirda attestatsiyasini yuqori darajaga olib chiqib, oylik maoshlarga qo'shimcha 70% ustamani qo'lga kiritishyapti. Lekin eng katta yutug'imiz bu shunchaki raqamlar emas. Bu kechagi tushkun o'qituvchining bugun qaddini baland tutib maktabga kirib borishi. Bu o'qituvchining oylik maoshim yetarmikan degan qo'rquvlarning o'rniga to'kin, farovon hayotda yashay boshlagani. Men sizni nafaqat dars o'tishga, balki o'z mehnatingizni qadrlashga va u orqali munosib daromad topishga o'rgataman. Chunki siz bunga loyiqsiz. Bilasizmi? Ko'pchilik mening hozirgi natijalarimni ko'rishadi, bunga oson, bu tug'ma talanti bor deb o'ylashadi. Lekin men sizga hozir bor haqiqatni aytib bermoqchiman. Menda hech qanday g'ayritabiiy talant yo'q yoki bo'lmasa super qobiliyat bilan tug'ilmaganman. Siz-ku aytgandek hamma narsani bir ko'rishda anglay oladigan daho ham emasman. Men ham xuddi sizdek hayotni eng oddiy,
eng qiyin nuqtadan boshlaganman desam ham bo'ladi. Men o'sha Buxoroning eng chekka Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan Olot tumanida oddiy o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. O'sha o'zimizni Olotimizdagi 14-umumiy ta'lim maktabi, oddiy maktabimizda o'sha maktabda o'qiganman, hamma qatori oddiy ta'lim olganman va menda na boy badavlat sharoit, na tayyor imtiyozlar bo'lgan. Hatto ish faoliyatimni boshlagan ilk kunlarimni yaxshi eslayman. Men oddiy qishloq o'qituvchisi bo'lib 2 soat dars bilan faoliyatni boshlaganman. O'sha paytlardagi oyligim, yetishmovchilik, endi nima bo'larkan degan xavotirlar hali hamon esimda. Men qishloq o'qituvchisining dardini, kam dars soati bilan kun ko'rish qanchalik qiyinligini, ya'ni mehnat qadrlanmasligi qanchalik alamli ekanligini juda yaxshi bilaman. Chunki bu hissiyotlarning hammasini o'z boshimdan o'tkazganman. Lekin mana shu sharoitlarda ham to'xtamadim. Izlandim, to'g'ri tizim qura oldim. Men o'sha atigi 2 soat darsi bor qishloq o'qituvchisidan hozirgi darajadagi ekspertga aylana oldim. Demak, siz ham qila olasiz. Sizda hammasi bundan ham zo'r bo'ladi. Faqat sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan xarita kerak xolos. Ammo tinimsiz harakatlarim, to'g'ri tanlagan bilimlarim va tinimsiz izlashlarim ortidan bugun hayotim mutlaqo boshqa darajaga chiqdi. Tasavvur qiling, o'sha Olotning chekka hududidagi 2 soat darsi bor qishloq o'qituvchisidan hozirgi darajamga, ya'ni poytaxt Toshkentga ko'chib keldim. Va faqat bilimim orqasidan bu yerda o'zimning o'quv markazimga, shinam hayotimga va moliyaviy erkinligimga ega bo'ldim. Bularning hammasiga avvalo Allohning marhamati, qolaversa halol mehnatim va o'zim ishlab chiqqan tizim orqali erishdim. Minglab ustozlarga dars beradigan Habel Ustozlar akademiyasiga asos soldim. Yillar davomida DTVda, ya'ni o'sha bilimni baholash agentligida ekspert testolog darajasiga chiqdim. Bilasizmi, bularning hech biri shunchaki tasodif emas. Bugungi darsda sizga aytadigan texnikalarim va beradigan bilimlarim meni aynan shu darajaga olib chiqqan asosiy poydevordir. Bu bilimlar sizga nafaqat 70% ustama olishni, balki o'qituvchilik kasbi orqali ham eng baland cho'qqilarga chiqish mumkinligini ko'rsatadi. Chunki bu tizim men va mening minglab shogirdlarim hayotida allaqachon 100% natija berib bo'lgan. Va nihoyat darsimizning hayajonli va sizga va'da qilgan qismiga yetib keldik. Videoni oxirigacha ko'rib, o'z kelajagiga befarq bo'lmagan hamkasblarim uchun menda maxsus va o'ta qimmatli sovg'alar bor. Sizga beradigan sovg'am attestatsiyada 70% ustama olishingiz uchun kerak bo'ladigan hujjatlarning namunalari va testlarda eng ko'p tushadigan testlarning tahlili deb nomlangan qo'llanma. Bizning sohamiz ona tili adabiyot bo'lgandan keyin attestatsiyada aynan bizga o'zimizning fanimiz va kasbimizga oid bo'lgan savollar shakllantiriladi. Bundan tashqari pedagogika, kasb standartiga oid bo'lgan savollar beriladi. Lekin asosiy urg'u hozirgi testlarimizda, ya'ni bu o'qituvchining mantiqan fikrlashi, dunyoqarashiga qaratilgan bo'ladi. Biz ona tili o'qituvchi sifatida eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan bu fonetika, ya'ni tilshunoslik bu bo'limlardan iborat, to'g'rimi? Bir qancha bo'limlarni o'z ichiga oladi. Biz fonetikani bilmay turib morfologiyani, leksikologiyani, uni bilmay turib sintaksni o'rgana olmaymiz. Fonetikani bilishimiz uchun nima kerak? Demak, tilshunoslik bo'limlari, fonetika, nutq toshlari, fonetik hodisalar, bo'g'in, urg'u, mana bular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Chunki testlar shunday tuzilyaptiki, qaysidir gapda ishtirok etgan to'ldiruvchi tarkibida jarangli juftiga ega bo'lgan jarangsiz undosh qaysi qatorda berilgan degan savollarni topish uchun albatta biz fonetika bo'limini mustahkam o'rganishimiz kerak bo'ladi. Fonetik tahlil, ya'ni bu so'zlarning o'sha o kabi talaffuz qilinadi yoki u kabi talaffuz qilinadigan holatlarni aynan yangi darsliklarimizda berib qo'ygan yoki imlo qoidalarimizda yozib qo'yilgan. Bu narsalarni bilmay turib siz maksimal natija qila olmaysiz. Xo'p, yoki bo'lmasa nutqning kommunikativ sifatlari, ya'ni gapirayotganda nutqimizda ro'y beradigan ba'zi bir buziladigan nutqning kommunikativ sifatini buzadigan holatlarni albatta bilib o'rganishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, men doim aytaman-da, o'sha darslarni o'rgatish jarayonida, ona tili fanining bo'limlarini o'rgatish jarayonida bevosita insoniyat tarixiga nazar tashlaymiz. Ya'ni biz o'sha endi inson paydo bo'lganda u gapirish xususiyatiga ega bo'lmagan. Dastlab tovushlar chiqargan. Demak, tovushni o'rganadigan tilshunoslik bo'limimiz bu nima? Fonetika. Ana u tovushlardan keyin sekin-sekin bo'g'inlarga o'tib boshlagan, bo'g'inlardan keyin u so'zga aylangan.
bilamiz, dastlabki so'zlarimiz shaklda mana quyosh shaklida bo'lgan, to'g'rimi? So'zlarga o'tgan. Demak, fonetikada tovushlarni o'rgansak, o'tib leksikologiya va morfologiyada biz so'zni o'rganamiz. Ko'ryapsizmi? Bo'limlar qanchalik bir-biriga uzviy va bog'liq. Bu narsalarni bir-biriga bog'liqlik holda o'rganmasangiz, siz testlarni mukammal yecha olmaysiz. Siz o'ylashingiz mumkin, bo'ldi, men morfologiyani bilsam, sintaksisni bilsam, grammatikaning asosini bilsam bo'ldi, qolgan bo'limlar menga kerak emas deb o'ylashingiz mumkin. Lekin aslida sizga sintaksisdan tushayotgan o'sha savolning yechimi morfologiya yoki fonetikaga bog'lab qo'yilgan bo'ladi. Shunday ekan, har bir bo'limni diqqat bilan o'rganishingizni tavsiya qilaman. Leksikologiya bu lug'at boyligimiz. Boya aytganimdek, avval tovushlarni, keyin bo'g'inlarni, undan keyin esa so'zni o'rganamiz. So'z o'zi nima? Ko'pchilik o'ylaydi, so'z bu atash ma'nosiga va grammatik ma'noga ega bo'lgan birliklar deb. Leksikologiyada so'zning faqat biz atash ma'nosini o'rganamiz. Atash ma'nosining o'zi nima? Diqqat qiling, hamma so'z ham atash ma'nosiga ega bo'laveradimi? Masalan, men sizga aytmoqchi bo'lgan hozir 5 ta so'zni sanab o'taman. Shulardan qaysilarini aytganingizda, ongingizda tushuncha paydo bo'lsa, mana shu uning atash ma'nosi hisoblanadi. Keling, stakan. Stakan so'zni. Birinchi so'z stakan. Ikkinchi so'z lekin. Uchinchi so'z gul. To'rtinchi so'z ammo. Beshinchi so'z kitob. Mana shu 5 ta so'zdan qaysini aytganingizda ongingizda tushuncha paydo bo'ldi. Mana shu uning atash ma'nosi hisoblanadi. Va atash ma'nosiga ega bo'lgan birliklar boshqa nom bilan, grammatik jihatdan shakllangan birliklar boshqa nom bilan. Bilamizki, ona tili fanida leksikologiya va morfologiya bo'limlari so'zni o'rganadi. Bittasi atash ma'nosini o'rgansa, ikkinchisi grammatik ma'nosini o'rganadi. Demak, leksikologiya bo'limida so'zning atash ma'nolari, lug'atlar, ularning turlari. Lug'at bizga nimaga kerak? Yangi darsliklarimizda bevosita yangi neologizmlar, eskirgan so'zlarning izohlari, lug'atlar bilan berilyapti. Bu lug'atlarni bilmay turib biz yuqori natija qila olmaymiz. Va so'z va iboralarning ma'nolari. Leksikologiya bo'limida o'sha barqaror birikmalarimiz, iboralar, maqol, matal, hikmatli so'zlarga oid bo'lgan birliklar beriladi. Bu bilimlar orqali o'sha iboralarning ma'nodoshligi, shakldoshligi, antonimligi kabi xususiyatlari ochib beriladi yoki bo'lmasa nutqiy ma'nodoshlar, leksik ma'nodoshlar kabi jumlalar o'rgatiladi. Nutqiy ma'nodoshlik bilan leksik ma'nodoshlik bu nima? Aynan testlarimizda tushayotgan narsa nutqiy ma'nodoshini toping, leksik ma'nodoshini toping degan savollar tushyapti. Bu savollarga javob topish uchun esa biz leksikologiya bo'limini to'la-to'kis o'rganib chiqqan bo'lishimiz kerak. To'g'ri, oson deb o'ylashingiz mumkin, lekin aslida siz shuncha paytlardan beri oson deb o'quvchilarga o'rgatib kelayotgan bilimlaringizning ba'zan xato ekanligini tan olishga qiynalasiz. Biz yangiliklarga hamohang bo'lishimiz kerak. Yangi darsliklarda berilayotgan ma'lumotlarni albatta eng birinchilardan bo'lib o'zlashtirishimiz kerak bo'ladi. Morfologiya bo'limi. Morfologiya bo'limi yuqorida aytib o'tganimdek, so'zning grammatik ma'nosini o'rganadi. Xo'sh, grammatik ma'no nima? Atash ma'no nima? Grammatik ma'noga ega bo'lgan birliklar bizga nimaga kerak? Lug'atlarda so'z keladimi, leksema keladimi? Mana shu narsalarga yechim topishimiz uchun biz albatta bo'limlarni ketma-ketlikda o'rganib borishimiz kerak bo'ladi. Morfologiya bo'limida so'zning tarkibi juda ko'pchilik qiynaladigan har gal attestatsiya testlarida eng og'riqli nuqtalarimizdan biri bu so'zning morfemik tarkibi. Ya'ni qo'shimchalar, so'z yasovchi qo'shimchalar, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar yoki sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Ko'pchilik ajrata olmaydi. Lug'aviy bilan sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalarni ajrata olmaydi. Men sizga bitta jadval asosida qaysi so'z yasovchi, qaysi lug'aviy shakl yasovchi ekanligini bitta ajratish usullarini o'rgataman. Ana shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Leksikologiyada so'zning atash ma'nosini o'rganadi dediga, atash ma'nosiga ega bo'lgan birligimiz leksema deyiladi. Masalan, gul. Gul bu leksema. Gulni dedik, uning tarkibiga shakl yasovchi qo'shimcha bittagina qo'shildimi, u so'zga aylanadi. Ana endi u so'zga aylanib morfologiyaning o'rganish obyektiga o'zgardi. Leksikologiyadan morfologiyaga o'tdi. Ana endi gulni deganimizdan keyin u tarkibidagi sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha orqali boshqa so'zga bog'lanadi. Ko'ryapsizmi? Masalan, gulni uzma yoki gulni hidlama demoqchi bo'lyapti.
boshqa so'zga bog'lanyapti. Shu yerda ikkita so'zning bog'lanishidan sintaktik birlik hosil bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bo'limlarimiz bir-biriga uzviy bog'liq. Biz leksikologiyani bilmay turib morfologiyani bilmay turib sintaksisni o'rgana olmaymiz. Chunki sintaksis bu so'zlarning bir-biriga bog'lanishi, gap va uning turlarini o'rganadi. Ular qanday vositalar yordamida bog'langanini bilishimiz uchun esa bizga albatta morfologiya kerak bo'ladi. Demak, bu bo'limlarni bir-biriga bog'liqlikda o'rganish orqali siz grammatikaga oid bo'lgan testlarni xatosiz yecha olasiz. Shu yerda yana bitta nima desangizlar, bitta maqtanib ketay. Mana kursimda o'qigan ustozlarimizning deyarli 90% dan ortiq grammatika testlarida xato qilmaydi. Mutlaqo xatoga yo'l qo'ymaydi. Ana endi yangi tartib attestatsiyaning yangi spesifikatsiyasiga oid bo'lgan testlarimizda matn bilan ishlash kiritildi. Bu matn bevosita sizning mantiqiy fikrlashingizga bog'liq bo'lyapti. Ya'ni 5 ta ilmiy matn va 5 ta badiiy matnga oid bo'lgan testlar. Bu kursda siz bu darslarimiz davomida matn bilan ishlash strategiyalari, matnni 100% aniqlikda qanday qilib yechim topishni o'rganasiz va matn testlarida mutlaqo xatoga yo'l qo'ymaysiz. Shu safargi attestatsiyada ko'pchilik ustozlarimiz matnda xato qilibman, matnda adashdim degan gaplarni eshitdim-da. Demak, bu kursni bitirganingizdan keyin siz matnda 100% aniqlikda to'g'ri javoblarni topa olasiz. Integratsiyali testlar. Doim aytaman, attestatsiya endi mana buning javobini top yoki bo'lmasa mana bu yerda nechta bo'g'im bor degan bittali savollardan iborat bo'lmaydi. Attestatsiya endi bitta testning javobini topish uchun bir nechta bo'limlarni bir-biriga bog'lagan holda, integratsiya qilgan holda tuzilgan testlardan iborat. Ya'ni ona tili bevosita adabiyot bilan bog'langan holatda yoki bo'lmasa bo'limlar bir-biriga bog'langan holda tuzilgan integratsiyali testlardan iborat. Bu testlarni yechish uchun siz adabiyotni ham yaxshi bilishingiz kerak. Ona tilining har bir bo'limining tahlilini juda yaxshi bilishingiz kerak. Ya'ni sintaktik tahlil, morfologik tahlil, leksik tahlil, fonetik tahlil, bu narsalarni bilmay turib siz mana bunaqa integratsiyali testlarga yechim topa olmaysiz. Va adabiyot ko'pchilik ustozlarimizning eng og'riqli nuqtalaridan biri bu adabiyot. Adabiyotda shuncha darslik bor deyshadi. Masalan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 siz darsliklari bor. Har yil darsliklar yangilanyapti, yangi ma'lumotlar kiritilyapti. Buni qanday qilib eslab qolaman degan xavotirdasiz. Aslida adabiyot siz o'ylaganchalik murakkab emas. Xuddi hayot tarzingizga aylangan holda adabiyotni 100% to'g'rilikda, aniqlikda yecha olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bizning kursimizda o'qigan ustozlar nafaqat kursda o'qiydi, nafaqat attestatsiyaga tayyorlanadi. Bu tayyorgarlik jarayonida ular dars berishi aynan o'qituvchi pozitsiyasida maktabga borganda beradigan darsining sifati 100% o'zgarganligini o'zlari tan olishadi. Oldin masalan 45 minut darsga kirib o'sha sinf xonasiga kirib, mana shu matnni o'qinglar yoki mana shu she'rni o'qinglar yoki mana bu adibning hayotini o'qinglar deb vazifa berib qo'ysam deydi. Hozir bu kursda o'qiganimdan keyin shunaqa yayrab dars o'tyapman. Har bir mavzuni o'quvchilarga shunaqa yetkazib beryapman. Nafaqat o'zim, o'quvchilarim ham maza qilyapti deyishyapti. Demak, aytib o'tganimdek, bu kursda siz nafaqat o'zingiz o'sha maqsadingiz sari 70% ustama sari, oliy toifa sari intilasiz, balki siz orqali siz ta'lim berayotgan o'quvchilaringiz ham eng sifatli bilimlarga ega bo'lishadi. Endi tasavvur qiling, mana shuncha bilimni oldingiz. Demak, tilshunoslik bo'limlari bo'yicha, adabiyot bo'yicha, matn tahlili bo'yicha, pedagogika bo'yicha, metodika bo'yicha barchangizga ma'lumki, oxirgi spesifikatsiyamizda har bir fanning o'z metodikasi bo'yicha savollar qo'shildi. Mana shuncha bilimni oldingiz. Qanday qilib siz attestatsiyadan o'tmasligingiz mumkin? Tasavvur qiling. Buncha bilimni olgandan keyin siz 1 yilda mutaxassisdan bemalol oliy toifaga chiqishingiz mumkin. 1,5 yilda 70% ustama olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni siz o'zingizga hozirda attestatsiyani to'siq deb qarayotgan bo'lsangiz, bu kursdan keyin u to'siq siz uchun imkoniyatga aylanadi. Siz ham boshqa hamkasblaringiz singari endi 70% ustama olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ya'ni bilimlaringizni olgan nazariy bilimlaringizni amalda qo'llay olasiz. Bemalol har qanday siz uchun oldin qiyin degan testlaringizni qiynalmasdan yecha olasiz. Kurslarimizda o'qigan ustozlar aytishadi, oldin testni ko'rsam yoki test yechishga o'tirsam
nima deydi, qiynalib ketardim. Bitta test yechish uchun qancha vaqt sarflardim. Umuman asabim, sabrim chidamasdi test yechishga deyishadi. Hozir ustoz qancha test bersa shuncha yechaman. Maza qilib test yechyapman. Bu meni hayotimga aylandi deyishadi. Ya'ni bu orqali siz o'z hayot tarzingizni butunlay yangi bosqichga olib chiqa olasiz. Tasavvur qiling, o'ziga ishongan, bilimli va o'z salohiyatini yuqori darajada qadrlay oladigan ustoz qanday bo'lishi mumkin? Albatta u ustoz 70% ustamaga loyiq oliy toifali bo'la oladi. Albatta u ustoz dars beradigan sinfdagi har bir o'quvchi shu fan, ona tili, adabiyot faniga chinakam mehr uyg'ota oladi. Bunday ustozlarda ta'lim olgan o'quvchilar ham maktabni bitirar bitirmas o'zlari xohlagan har qanday sohada yuqori muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Bu amaliyotda isbotlangan. Bu men aytayotganlarimiz shunchaki nazariya emas. O'sha 10 mingdan ortiq shogirdlarim, ustozlar hayotida o'z aksini topgan natijalarni sizlar bilan bo'lishmoqdaman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, sharoitingizdan qat'iy nazar, yoshingizdan, imkoniyatingizdan qat'iy nazar, endi siz attestatsiyadan o'ta olasiz. 90+ ball yig'a olasiz. 70% ustama olib, jamoangizga, direktoringizga, oila a'zolaringizga, turmush o'rtog'ingizga eng kuchli ustoz ekanligingizni isbotlay olasiz. Buning uchun sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda to'g'ri tizim, qat'iyat, o'ziga ishonch va shu yo'lni bosib o'tgan ustoz kerak bo'ladi. Attestatsiyadan o'tishingiz uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Albatta, fan va mutaxassisligimiz bo'yicha juda chuqur bilim kerak bo'ladi. Chunki attestatsiya bu oddiy imtihon emas. Attestatsiya bu ustozlarning salohiyatini belgilovchi juda chuqur bilimlar asosida tuzilgan testlardir. Bu testlarga yechim berish uchun esa siz har qanday bilimni mukammal egallagan bo'lishingiz kerakdir. Bundan tashqari, attestatsiya uchun sizga aniq qo'llanma, shablonlar va shug'ullanishingiz uchun platforma kerak bo'ladi. Nimaga deganda, sizga ushbu aniq qo'llanma va shablonlar yoki bo'lmasa platforma sizning tayyorgarlik jarayoningizni 10 yoki 20 barobar qisqartirishi mumkin. Bundan tashqari, sizga doimiy yo'l ko'rsatib turuvchi kuratorlar kerak bo'ladi. Chunki men oliy toifagacha bo'lgan yo'limni 13 yilda bosib o'tganman. Agar menga ham to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ustoz bo'lganda, balki bu yo'lni 10 baravar yoki 20 baravar qisqartirish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin edi. Men juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yganman va juda ham ko'p narsalarni sinab ko'rganman. Agar menga ham to'g'ri yo'l ko'rsatadigan ustozim bo'lganda edi, bunaqa ko'p vaqt sarflamagan bo'lardim. Bu natijaga o'sha 13 yilda chiqqan natijamga uzog'i bilan 1 yoki 1,5 yilda erishishim mumkin bo'lardi. Sizni oliy toifaga 70% ustamaga olib chiquvchi sanab o'tgan 3 ta eng muhim narsam toifa master kursimda jamlangan. Bu kursda o'zi nimalar bor? Bu kursda sizni natijaga olib chiquvchi barcha narsa jamlangan bo'lib, u 6 ta moduldan iborat. Modullarimiz, demak, birinchi modulimiz fonetika, tilning poydevori. Ya'ni o'sha fonetika bo'limida siz o'rganishingiz kerak bo'lgan barcha bilimlar ushbu moduldan jamlangan. Bunga oid bo'lgan ma'lumotlar, video dars, test ma'lumotlari, testning video tahlillari va natijada sizning oladigan balingiz. Shu bo'limni tugatgandan keyin qanday natijaga chiqasiz? Bular hammasi platformada o'z aksini topgan. Ikkinchi modulimizda leksikologiya, lug'at boyligi, bu bo'limga oid bo'lgan ma'lumotlar, undan keyin matn tahlili berilgan va darsliklar 5-sinfdan tortib to 11-sinf adabiyot darsliklariga bo'yicha bo'lgan barcha darsliklar bo'yicha video darslar, testlar, ularning javoblari va siz shu testni yechib chiqqaningizdan keyin qanday natijaga chiqasiz? Hammasi ikkinchi modulda jamlangan. 3-modulda morfologiya bo'limimiz. Bu bo'limga oid bo'lgan barcha mavzular mayda-chuydasigacha tushuntirib, video dars yoki bo'lmasa PDF ma'lumotlar, qo'llanmalar tarzda berilgan, unga oid bo'lgan testlar va uning tahlillari video tahlil qilib taqdim qilingan. 4-modulimizda sintaksisga oid bo'lgan barcha bilimlar mayda-chuydasigacha sizga yetib boradigan darajada qo'llanmalar asosida tayyorlangan va shu qo'llanma asosida video darslik taqdim qilinadi. Video darslik asosida esa sizga test beriladi. Keyin yechib bo'lganingizdan keyin bemalol o'zingizning natijangizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va testning video tahlili sizga taqdim qilinadi. 5-modulimizda o'sha adabiy
til tahlili va matnlar bo'yicha ishlash. Bilamiz, ilmiy matn, badiiy matn bular bo'yicha ishlash ko'nikmalari. 6-modulimizda yangilangan darsliklar bo'yicha o'sha integratsiyali testlar, ularni yechish ko'nikmalari, sizga tayyor qo'llanmalar va video tahlillar taqdim etiladi. Har bir moduldan keyin o'zingizning o'zlashtirish foizingizni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Platforma shunchalik tuzilganki, u platformada siz qaysi darsni necha foiz darajada o'zlashtirganingiz oynadek ko'rinib turadi. Demak, bu modullarni tugatgandan keyin natijada nimaga ega bo'lasiz? Siz o'z faningiz bo'yicha eng kuchli bilimga ega bo'lasiz. Bu bilimlarni faqat nazariya emas, amaliyotda qo'llay olasiz. Attestatsiyadan 90+ ball bilan 70% ustamani qo'lga kiritasiz. Demak, attestatsiyadan yuqori natija bilan o'tganingizdan keyin siz 70% ustamaga ega bo'lasiz. Bu 70% ustama moliyaviy erkinlik degani. Siz ham kurslarimizda o'qigan minglab shogirdlarim kabi $2000 ortiq oylik olishingiz mumkin bo'ladi. Bu o'zgarish eng birinchi nimada seziladi aytaymi? Siz shu kursda o'qishni boshlaganingizdan keyin uzoq 2 haftadan keyin dars o'tish jarayoningiz o'zingiz sezmagan darajada o'zgaradi. Ya'ni o'zingizga ishonch bilan dars o'ta olasiz. Oldin tekshirish kelganda qo'rqib tursangiz, "Voy, maktabimizga tekshirish kelibdi, mana darsimga kirmasin" deb qo'rqib tursangiz, endi hech qanaqa tekshirishdan qo'rqmaysiz. Har qanday mavzuni o'zingiz qo'rqmasdan chiroyli qilib o'quvchiga yetkazib bera olasiz. Direktoringiz, jamoangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz oldida yuzingiz yorug' bo'ladi. Ulardan iymanib, uyalib yashamaysiz. Chunki oldin attestatsiyadan o'tolmagan paytingizda tasavvur qiling, qanaqa ruhiy bosimni his qilganingiz. Endi siz attestatsiyadan o'tgan baxtli ustozga aylanasiz va hammaning yonida yuzingiz yorug' bo'ladi. Eng asosiyisini aytaymi? Eng asosiysi, men doim shu yo'lni tanlaganimga ming martalar shukr qilaman, chunki bitta ustozni o'qitish orqali, bitta ustoz bilimli bo'lish orqali u ta'lim beradigan nechta o'quvchi bor? Masalan, bitta sinfda 30 o'quvchi deylik. Siz shunaqa sinflardan nechtasiga ta'lim berasiz? Siz kuchli ustozga aylanish orqali o'quvchilarga kuchli, ya'ni sifatli bilim bera olasiz. Endi ular shunchaki 45 minut darsga kirib chiqishmaydi. Bu 45 minut darsda o'sha fanning, ya'ni ona tili, adabiyot fanining tub mohiyatini tushunib yetadi va o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni oladi. Siz mana shunday salohiyatli ustoz darajasiga chiqa olasiz. Bundan tashqari, o'zimni va kurslarimda o'qigan 10 mingdan ortiq ustozlarni yuqori natijaga olib chiqishda kerakli bo'lgan, ishlatgan, o'zim bosib o'tgan, eng to'g'rilarini tanlagan texnikalarim va aynan natija beradigan sirlarimni sizlar bilan bo'lishaman. Kurs davomida sizga o'z ishining ustalari, tajribali ekspertlar, oliy toifali ustozlar va o'z ishining haqiqiy mutaxassislari kuratorlik qilishadi. Kurs davomida men sizga 10 martadan ko'p mana shunday jonli darslar o'tib beraman. Bu jonli darslarda sizlar qiynalgan mavzular, o'sha grammatika mavzusi bo'ladimi, matnmi, adabiyot, qaysi mavzudan qiynalsangiz, o'sha qiynalgan mavzular bo'yicha oson yechimlarni taqdim qilaman va sizlarga aynan attestatsiyadan o'tish bo'yicha motivatsion, ruhiy daldalar ham berib o'taman. Savol-javob jarayonida sizlarni qiziqtirgan barcha savollaringizga javob beraman va kurs davomida sizlarni doimiy nazorat qilaman va sizdagi bo'shliqlarni kuratorlar bilan birgalikda to'ldirib, kerak bo'lsa sizni o'sha toifagacha, o'sha 70% ustamagacha birgalikda yelkama-yelka bo'lib, sizdan ham ko'proq harakat qilib olib chiqishga o'zimiz komandamiz bilan, jamoamiz bilan harakat qilamiz. Ya'ni aytib o'tganimdek, attestatsiya qanchalik qiyin jarayon bo'lmasin, ya'ni attestatsiyadan o'tish siz o'ylaganchalik qiyin bo'lishiga qaramasdan, biz uni oson yechimlar orqali sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz. Keyin o'qish jarayonida, bu kursda o'qish jarayonida o'zingiz bilasiz. Voy, aslida bu men o'ylaganchalik qiyin emas ekan-ku. Men doim aytaman-da, kurslarimda o'qiydiganlar buni juda ham yaxshi bilishadi. Bilganga oson, bilmaganga qiyin deyman. Shu uchun siz bilishga harakat qiling deyman. Bu kurs davomida sizning bilmagan narsangiz qolmaydi. Ya'ni attestatsiyaga kirganda siz uchun notanish narsa qolmaydi. Voy, bu narsa nima edi? Darslikda yo'q edi, yo'q xato test tuzilibdi degan xavotirlar bo'lmaydi. Endi siz hamma narsani bilgan holda kirasiz va attestatsiyadan o'zingiz kutgandan ham yuqori natija qila olasiz. Buni biz jamoamiz bilan birgalikda siz bilan yelkama-yelka bo'lib yetaklab boramiz. Kurs davomida ishtirok etgan ustozlarimizga Kuchli ustoz bo'lish sirlari nomli kursim bor. Uni mutlaqo bepul taqdim qilaman.
Bu kursimiz uchun biz maxsus platforma tashkil qilganmiz. Bu platformaning afzalliklari shundan iboratki, siz o'zingiz xohlagan paytda kirib va darslarni ko'rishingiz mumkin, video darslarni konspekt qilishingiz mumkin va ular asosida testlarni yechib bilim darajangizni oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari, Habel jamoasi tomonidan aynan attestatsiya uchun ishlab chiqarilgan maxsus qo'llanmamiz sizga bepulga taqdim qilinadi. Kurs davomida sizlarga aynan o'zim tomonidan ishlab chiqarilgan maqsadga yetish uchun maxsus metodika deb nomlangan planner taqdim qilinadi. Siz Toifa Master kursimizni muvaffaqiyatli yakunlaganingizdan keyin bitiruv oqshomiga taklif qilamiz. Yuqorida sanab o'tgan takliflarim orqali siz bemalol attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tishingiz va hayotingizni o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Doim aytganimdek 70% ustama bu ustozlarning moliyaviy erkinligi demakdir. Siz moliyaviy erkinlikka erishish orqali nafaqat o'zingiz, balki farzandlaringizni ham yuqori natijalarga olib chiqa olasiz. Bu kurs shu yerda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Demak, Toifa Master kursimiz yilda atiga 2 marta qabul ochiladi Toifa Master kursimizga. Hozirda aynan bu kursimizga qabul davom etyapti. Siz hoziroq pastdagi havola orqali yoki o'sha izohlarda ham havola qoldirganman. O'sha havoladan ro'yxatdan o'tish orqali cheklangan joylarimizdan biriga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, demak, atiga 2 marta kurs ochilgandan keyin tabiiyki bizda joylar soni cheklangan bo'ladi. Chunki biz uchun har doim aytganimdek sifat muhim. Songa hech qachon e'tibor bermaganmiz. Biz uchun kursimizda o'qiyotgan har bir ustozning natijasi o'zidan da muhim bo'lganligi uchun sifatni albatta yuqori natijaga olib chiqishimiz uchun albatta cheklangan sonlarda qabul qilamiz. Agar siz shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kursga yozilish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Ya'ni pastdagi havolaning ustiga bosish orqali siz mening rasmiy botimga obuna bo'lasiz. U botda ism, familiya, telefon raqamini qoldirish orqali siz yopiq Telegram kanaliga kirasiz. Bu Telegram kanalda darsning boshida va'da qilgan bonuslarimga ega bo'lishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, bizning kursimizda joylar soni cheklangan va har bir ustozning natijasi uchun o'zidan-da ko'proq harakat qilamiz. Hoziroq pastdagi havola orqali, demak, bizning kurslarimizga ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Vaqtingizni va megabaytingizni ayamasdan meni ko'rganingiz uchun tashakkur. Endi sizlar bilan Toifa Master kursida ko'rishamiz va sizlar bilan birgalikda 70% ustamani qo'lga kiritamiz. Xayr!